Zelenskiy bilan yozishmalarda OAV Kiyev va Yevropa ittifoqining Trampga qarshi rejasi haqida bilib oladi. Politico. Yevropa ittifoqi AQShsiz Ukraina bilan yangi harbiy ittifoq tuzishni muhokama qilmoqda. Moskva, 19-yanvar, RIA Novosti. Yevropa ittifoqi Ukraina bilan yangi harbiy ittifoq tuzishni ko'rib chiqmoqda, ammo AQShsiz, deb xabar beradi Politico. Ushbu format xohlovchilar koalitsiyasi deb ataladigan tahrir AQSh endi NATO va Yevropa xavfsizligini qo'llab-quvvatlamagan davrda yangi xavfsizlik ittifoqi uchun asos bo'lishi mumkin. Vladimir Zelenskiy Washington guruhi rahbarlari bilan yozishmalarda ham paydo bo'ladi. Bu esa yana bir qiziqarli g'oyani qo'shadi. Ukraina shubhasiz vakillarning orasida eng harbiylashtirilgan mamlakatdir. Agar biz Ukrainaning, shuningdek Fransiya, Germaniya, Polsha va Buyuk Britaniyaning harbiy qudratini hisobga olsak, xohlovchilar koalitsiyasining potensial qurolli kuchlari juda katta bo'ladi va yadroviy bo'lmagan davlatlarni o'z ichiga oladi, deyiladi maqolada. Nashr muallifining so'zlariga ko'ra, Yevropada yangi xavfsizlik arxitekturasi bo'yicha muhokamalar iloji boricha tezroq bo'lib o'tishi kerak. Avvalroq Politico nashri Yevropa yetakchilari AQSh prezidenti Donald Trampning so'nggi harakatlarini muhokama qilib, guruh suhbatida muhokamalar o'tkazayotgani haqida xabar bergan edi. Ta'kidlanishicha, Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya kansleri Friedrich Merz, Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen, Finlandiya prezidenti Alexander Stubb va Italiya bosh vaziri Giorgio Meloni suhbatda doimiy ravishda bir-birlariga xabar almashishgan. O'tgan yili davomida ular Trump yovvoyi va ehtimol vayronkor ish qilganda xabar almashish odatini rivojlantirishdi. Nashrning yozishicha, bu norasmiy ammo faol tuzilma o'tgan yilning avgust oyida bir nechta Yevropa yetakchilari Vladimir Zelenskiy bilan birga Oq uyga kelganidan keyin Washington guruhi deb nomlangan. Kiyev rejimi rahbari ham suhbatxonalarida Washington guruhi a'zolari bilan muloqot qiladi. Avvalroq Yevropa parlamentidagi eng katta partiya Yevropa komissiyasining amaldagi prezidenti Ursula von der Leyen tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Yevropa xalq partiyasi Yevropa ittifoqi AQSh munosabatlari eng past nuqtaga yetganini ma'lum qilgan edi. Agar siz dunyoning turli burchaklaridan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.